Xohlasang namoz o'qimay yasha. Xohlasang yaxshi yasha, xohlasang ichib yasha. Xohlasang halol narsa bilan savdo qil, xohlasang aroq soch. Farqi yo'q. Xohlaganingdek yasha. Baribir o'lasan. Ya Muhammad, ishma shi'ta fa innaka mayyitun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, xohlaganingizdek yashang, baribir o'lasiz. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Xohlagan ishingizni qiling. Xohlagan ishingizni qiling. Albatta bu ish uchun mukofotini olasiz. Yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofot olasiz. Aksincha bo'lsa, aksincha. Xohlaganingizdek yashang, baribir o'lasiz. Xohlagan ishingizni qilavering, baribir javob berasiz. Xohlagan kishingizni seving. Xohlagan kishingizga muhabbat qo'ying. Xohlagan narsangizga muhabbat qo'ying. Albatta undan ayrilasiz. Muhaddis olimlarimiz aytadilarki, bu hadisning sharhida siz shunday zotni yaxshi ko'ringki, dunyoda uni yaxshi ko'ring, oxiratda u bilan birga bo'ling. U Allohning muhabbatidir. Alloh taoloni bu dunyoda sevar ekanmiz, yaxshi ko'rar ekanmiz, uni ko'rsatmalarini bajonidil bajarar ekanmiz va qiyomat kuni bo'lganda Alloh taborak va taoloning jamoli bilan mehmon bo'lar ekanmiz. Jannat Ibrohim ibn Adham valiyulloh bo'lganlar. Ibrohim Adham deyiladi. Ibrohim ibn Adham doim duo qilib so'rar ekanlar. Ey Allohim, menga jannating kerak emas. Menga jamoling kerak. Jamoling bo'lsa. Vaholanki bu katta gap. Alloh taoloning jamolini ma'lum bir kunlar faqat jannat ahli ko'radi. Bu bilan jannatga kirmayman demayaptilar. Jamolini ko'rsat. Bitta gapining hammasi buning ichida mujassam. Bekor yo'q avliyo emasda. Avliyo bo'lish uchun ancha maqom bosib o'tadi. Ancha yo'l emas, maqom bosib yo'lda to'g'ri yo'ldan maqom bu yuqoriga ancha maqom bosib o'tiladi valiy avliyo bo'lish uchun. Shuning uchun Alloh taoloning zikri bu bizning qalbimizni amalga aylanishi kerak. Kasb-kor qilishlikni fazilati. Demak, dil bayon ketdi. Dasbakor. Ya'ni qo'ling mehnatda. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni jannatdan chiqargan paytda ey odam, sen mana shu man qilingan mevani iste'mol qilding, endi mehnatda va mashaqqatda hayot kechirasan. Jannatda nima edi? Hamma narsa shundan muhayyo edi. Yo'q, endi jannatdan chiqarildilar. O'sha bir mevani yeganliklari bois endi u narsalar o'zicha tayyor bo'lmaydi. Endi o'zing tayyorlaysan. Bibi Maryam onamiz Iso alayhissalomni dunyoga keltirdi. Iso alayhissalomni dunyoga keltirgan paytda bir xurmoni tagida ekanlar-da. Alloh taborak va taolo aynan shuni Qur'oni Karimda keltiradi. Ey Maryam, o'rningdan tur, mana bu xurmoni silk. Va senga yangi pishgan xurmolar tushadi. Mufassirlar nima deydi? Mufassirlar aytadiki, Alloh taolo shundoq oldiga tashlab qo'ysa ham bo'lardi. Yo'q, inson harakat qilishi kerak. Inson yotib yeyishni odat qilmaslik kerak. U harakat qilsin, mehnat qilsin.
Vaholanki haligi xurmo qurigan xurmo edi. Qurib qolgan xurmo edi. Ana shu qurigan shoxlarini silkitsang, senga yangi yashil hozir pishgan xurmo tushadi. Qarang, o'sha qurigan shoxda yangi pishgan xurmoni yaratib qo'ygan zot shuni bilmaringlarda harakat qiladi. Dinimiz insonni ana shunday harakat qilishlikka va bir kishining nafaqasini boshqa bir kishiga bog'lab qo'yadi. Tarixdan bir narsa keltirib o'tiradi. Bir kuni Abdulloh ibn Amirning masjidida o'tirgan edik. Buni tobiinlardan birlari Haysuma ibn Abdurrahmon aytadi. Bir kuni Abdulloh ibn Amr masjidida o'tirgan edik. Nogahon u kishining huzuriga xodimi keldi. Xodimi keldida aytdiki, keldi, ichkariga kirdi. Undan so'radi Abdulloh ibn Amr. Mulkimdagi xizmatchilarga taomini berdingmi? U yo'q, bermadim deb javob berdi. Abdulloh ibn Amr aytdiki, tezda borib ularni taomini ber. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, qo'l ostingizdagilarga taomi, nafaqasini bermasligi u kishining gunohkor bo'lishligiga yetarli, boshqa gunoh emas. Mana shu gunohni o'zi yetarli. Xo'p, vaqtimiz ham kam qoldi, oldin vaqtimiz qoldi, qisqacha gapirishga harakat qilaman. Oldinga juda ko'pchilik keladi. Buni bir ikkita odamlar ba'zan ko'rib qolishadi, ba'zan ko'rishmaydi. Bitta ichimizda yurganlar buni doim bilishadi. Juda ham ko'p odam keladi oldimizga. Xoh ishoning, xoh ishonmang, 10 ta 15 ta odam keladi. Bir kunda 10 ta 15 ta odam keladi. Shu kelayotganlarning ichida ko'plarni o'zlarini mahallaga borib, mahalla raisiga bir uchrashing deydi. Ko'plari kelib, "Domla, biz falonchiligida shartnoma bo'yicha xizmat qildik. O'zimiz deydi, falon viloyatdanmiz deydi. Biz o'ynab kimnidir mehnatini qilib berishga kelmaganmiz. Bola chaqamizni boqamiz deb kelganmiz. Bir ikki xizmat haqimizni bersa, biz bola chaqamizni boqamiz. Vaholanki biz kelishganmiz. Uyni shu fundamentidan tortib to bitirgunga qadar biz yarim ishimizni, yarmini bo'lganimizda boringana fundamentini qo'yib bo'lganimizdan keyin tomini yopishlikka bir arzonroq bir odam chiqib qolyapti-da. Sekin bizni javobimizni berib olyapti-da, nimadir ayb topib. Nimadir ayb topib bizga ruxsat berib olyapti. Mayli, lekin bir so'm xizmat haqimizni bermaydi. Allohdan qo'rqmaysizmi? Birovning mehnatini oyoq osti qilishlikda qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, qo'l ostidagilarni taomini, xizmat haqini qo'yavering. Taomini bermasligini, o'zi uni do'zaxga kirishligiga boshqa gunoh kerak emas, shuni o'zi yetarli deyaptilar. Nega dilbayori dasbakor deydi? Qalbi Allohda bo'lib, qo'li mehnatda bo'lgan insonnigina birovni haqqidan, birovni mulkidan, birovni mablag'idan, uni urib qolishlikdan qalbida Alloh bo'lmasa qo'rqmaydi. Azizlar, juda ham ko'p murojaatlar. Mana raislarga jo'nataman, mayli mahalla raislariga, fuqarolar yig'ini raisiga bir uchrashing. Ular bizni chaqirsa, mayli men ham borib o'sha joyda ishtirok etib beraman. Lekin men qozi emasman, sudya emasman, prokuror emasman, kel bu yoqqa o'tirchiman, nega unday qilding deb. Lekin
mahalla raislarini vakolatida bor, o'z fuqarolarini chaqirib, ularni isloh qilishlik kerak. Kerak bo'lsa, sudga oshirib yuborishlikka haqqi bor. Bizda ham bo'lishi mumkin, unaqa qaysi domlar o'zini fuqarosini yo sudga oshirib yuboradi yo militsiyaga, unaqa qilmaydi-da. O'shaning uchun yig'in fuqarolar yig'iniga borsa, ana u joyda ko'rib chiqilib, keyin chorasini ko'rilsa bo'ladi. Lekin bunaqa narsalar juda ham ko'p. Shuning uchun bu narsalardan azizlar sal ehtiyot bo'lamiz. Vaqtimiz nihoyalanib qoldi. Bu dilbayor dasturlarni hozirgi hayotimizdagi o'rni. Davlatimiz rahbari o'zlarini nutqlarida shunday deganlar: buyuk Bahovuddin Naqshbandiy bobomizni diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan o'gitlari hammamizni hayotiy e'tiqodimizga aylanib ketgan. Yoshlarimizni mana shunday ruhda tarbiyalashda, ularni mehnat va kasbga o'rgatish juda ham muhim ahamiyatga ega. Shu ma'noda hurmatli nuroniylarimiz, mahalla faollari, mirishkor fermerlarimiz, tadbirkorlarimiz yoshlarni halol mehnat qilib, oilasi va yurt farovonligi yo'lida tinimsiz izlanib yashashga o'rgatadilar deb ishonaman, deb davlatimiz rahbari aynan Bahovuddin Naqshbandiy hazratlarining ushbu o'g'itlarini kuchli shior qilib siz bilan bizga yetkazyaptilar. Azizlar, hammalarimiz mana shu diyor, mana shu vatanni farzandlarimiz, mana shu mamlakatni fuqarolarimiz. Buni rivoji uchun jon kuydirishlik har birimizni zimmamizdagi mas'uliyat. Har birimizni zimmamizda. Shunday ekan, qalbni Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirib, kuch mehnatimizni albatta yurt farovonligi, yoshlarimiz tarbiyasi va mahallalarimiz, tumanimiz rivoji uchun alohida safarbar etishlik bizdan talab etiladi va bu dilbayor dasbakor shiorini asl mohiyati bo'ladi. Suhbatimizni so'ngida bir narsani e'lon qilmoqchi edim. Hozir Hoji bobomizni ko'rib qoldim. O'tgan juma